Kechki payt ujinini berib qo'yib bularni kesam uchastkaga. Mana o'rdakni ahvolini qaranglar. Kallasi qiyshayib bo'pti, katta o'rdak. Nima bo'ldi endi bunga? Bu issiqda ta'sirimi bu? Bechora bir chiroyli yuruvdi. Ana bo'lmas. Voy. To'xta. To'g'rilab qo'yaman hozir. Voy. To'xtab qoldi. Nimaga buna bo'lyapti? Katta o'rda bu уже 2 oydan o'tdi bechora. Bunga dori tayyorlaymiz hozir. Voy, xullas ekstreni dori yasayapman. Navakan, 2 ta navakan. Buni bir Toshkentdagi akamiz maslahat beruvdi. Self-traksion. Bitta self-traksionga 2 ta navakan 5 gramdan bo'lar ekan. Bir marta men buni tovuqlarga 5 gram qo'yib yuboribman. Buni 10 gram yozuvini ko'rmagan ekanman-da, e'tibor qilmabman. Bu o'zi 5 gram ekan. U mumkin emas ekan, o'ldi u tovuqlar. 10 gram qo'yiladi, qarochi, kuchli doz ekan. Menda hozir nalichida bunaqa 2 li bor ekan. Iloji bo'lsa, haligindan qilish kerak. Insulinovый shpritsda qilish kerak. Endi bor, so'lam mana o'zi yeb bo'lyapti. Voy. Xudoga shukr. Ana bunga bir 3 kun qilaylik-chi. Antibiotik qilmasa, jalka shuncha katta bo'lib qolgan bechora. Xo'raschi. Va joningni.